Allo, assalomu alaykum. Telefon kelgan ekan, opajon tinchmisiz? Allohga shukr. Hurmatli Hasanjon ukamiz siz bo'lasizmi? Ha, opa, men bilaman. Salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Ya, telefon kelgan ekan, men qaytib chiqaman. Jo'yib chiqib, Aha, biz ehtirom tabrik loyihasidanmiz. Tavallud ayyomingiz bilan qutlash maqsadida sizga qo'ng'iroq qilgan edik. Opajon, uzr so'raganimcha kim beradi mani tabriknoma? Nima deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Bizga murojaat qilgan mehrli insoningiz kim bo'lishlari mumkin? Ammalarim bo'lishi mumkin-da, yo momam bo'lishi mumkin. Adashmadingiz, taxminlaringiz to'g'ri edi. Siz jamiki yaqinlaringiz uchun qadrlisiz ukajonim. Bugungi tavallud kuningiz bilan qutlash maqsadida bizga murojaat qilgan mehriboningiz, sizni dunyolarcha yaxshi ko'radigan mehribon buvijoningiz hurmatli Jumagul ayamiz bo'ladilar. Momam bo'ladi-da. Aha, momajoningiz faqatgina o'zlari nomlaridan emas, mehribon dadajoningiz hurmatli Otabek akamiz, onajoningiz Shahlo opamiz, ukajonlar Aminaxon, Sulton poshsha va Fotimaxon nomlaridan, ammajonlaringiz Nargiza opamiz, Feruza opamiz, amakijonlar Oybek aka, yangajonlar Nigora opamiz, jiyanlar Abbos, Munisaxon, Dildoraxon, Gulzodaxon, Ulug'beklar, Shahrambek, Malik va Asilaxon nomlaridan sizni bugungi ayyom bilan qutlagan ekanlar. Rahmat opa. Mana shu tabriknoma Instagramga qo'yibsanmi? Albatta. Topsam bo'ladimi o'zi Instagramni? Dononi topsam bo'ladimi? Ha, Instagramdan deyapsizmi? Ha, Instagramga video qilib taqlaganmisiz? Ukajonim, biz tabrikni yo'llab bo'lganimizdan so'ng yozib olingan ovozlar bilan birgalikda video rolik tayyorlaymiz va mana shu video roliklarimizni sizga Telegram orqali tashlab beramiz. Telegramga bormi hozir? Telegramdan ko'rsam bo'ladimi? Telegramlarda. Albatta, faqat tabriklarni yo'llab bo'lganligimizdan so'ng tayyorlaymiz ukajonim. Hozir tayyor bo'lganmi? Telegramdan ko'rsam bo'ladimi? Ukajonim, buvijoningiz siz uchun atab yozgan tabrik so'zlarini sizning e'tiboringizga havola etaman, o'qib eshittiraman, shundan so'ng tayyorlaymiz, xo'p? Mayli. Telegramga qo'yganmisiz? Albatta, sizga bugun yetkazamiz. Agar ijozat bersangiz, buvijoningizning tabrik so'zlarini sizga o'qib eshittirsam maylimi? Mayli, bemalol opa. Sen qarang, Instagramga qo'yganmi o'sha tabriknoma? Yo'q. Instagramga qo'ymadinglarmi? Telegram orqali bizning ish faoliyatimiz faqat onlayn Telegram orqali ukajonim. Ha. Unda o'qishni boshladim. O'sha tabriknoma yetkazayotgani? Unda diqqat bilan tinglang. Assalomu alaykum. Ko'rganda ko'zim quvnaydigan, olamcha shodlik ulasha oladigan, qalbim qayg'ularini birgina tabassumi bilan yo'qotadigan, faxrim, iftixorim, suyanganim o'g'lim. Bugungi quvonchli kuning, tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Dunyoga tashrifing bizni qanchalik shodlantirgan bo'lsa, endilikda butun dunyoyimizga aylanib ulgurgansan bolajonim. Boringga ming shukrlar aytaman. Erkaliklaring, injiqliklaring ham bizning baxtimizdir. Ishonchimsan bolajonim. Ilohim shunday bir kelajak sohibi bo'lginki, shu mening nabiram, shu mening ko'zimning ohu qorasi, shu mening baxtim kaliti deya baxtlarga to'layin. Qadamidan o't chaqnaydigan ezgu amallar uchun bel bog'lagan, ezgu maqsadlar uchun qiyinchiliklarni pisand etmaydigan mard, jasur o'g'lon bo'lgan. Baxtingdan rohatlanay. Yuz yoshingda ham navqiron bo'lib yurgin. Ota-onang, biz yaqinlaring baxtiga aziz boshing omon bo'lasin. Dilbandim jonimga darmonim o'g'lim, shakarim, tillari beyronim o'g'lim. Umrimning mazmuni hayotim ko'rki, yaxshilarga o'xshagin polvonim o'g'lim. Quvnoq bo'l, doimo ko'zlaring kulsin, hayoting musaffo nurlarga to'lsin. Bobongdek ko'ksingda iymoning bo'lasin, yaxshilarga o'xshagin,
polvonim o'g'lim, oqni oq atagin qorani qora, o'zing dardlaringga o'zing top chora, seni panohida asrasin yo Rab, yaxshilarga o'xshagin polvonim o'g'lim, yigit so'zi bitta, so'zingdan qaytma, nodon kimsalarga siringni aytma, arslon bo'l, arslondek izingdan qaytma, yaxshilarga o'xshagin polvonim o'g'lim, yetuk farzand bo'lgin shu dilda nolam, unib gullab yashna bog'dagi lolam, bir kun iftixorim, faxrim bo'l bolam, yaxshilarga o'xshagin polvonim o'g'lim deya siz uchun mana shu chiroyli samimiy tabriklarni hamda go'zal she'riy satrlarni mehribon vujoningiz yo'llagan ekanlar. Rahmat otaga, rahmat opajon. Eshitdim tabgnomani, otaga rahmat. Tashakkur sizga ham ukajonim. Siz bilan bo'layotgan suhbatimiz yozib olinmoqda. Sizning ham ular uchun aytadigan tilaklaringiz bo'lsa, biz orqali izhor etishingizni so'raymiz. Mana tabgnomam qo'yiladimi yozuvga? Albatta ukajonim, suhbatimiz yozib olinmoqda. Mani baxtimga ular sobita hamisha ilohim. Mani aytgan bizlar niyatlari yetsin, sobilsin mani baxtimga. Ukalarimni, yangalarimni baxtiga sobilsin hammalari. Yuzga kirsin bu umamam. Ilohim shunday bo'lsin. Rahmat opajon sizga. Tashakkur sizga ham ukajonim. Ezgu tilaklaringiz amalga oshishida Allohim o'zi madadkor bo'lsin. Bugungi shukrona. Rahmat. Opa, uzr so'raganimcha, siz qaysi studiyadasiz? Ana Toshkentdanmisiz yo Qarshidanmisiz, Qashqadaryodanmisiz? Bizning loyihamiz O'zbekiston bo'ylab faoliyat yuritiladi ukajonim. Yo bilaman. Qashqadaryo hududi, albatta. Qashqadaryo hududidan. Qashqadaryodanmisiz? Otaga rahmat opajon. Tabgnomani o'tkazganingiz uchun eshitdim, xursand bo'ldim. Xursandchiligingiz bardavom bo'lsin. Tashakkur sizga ham. Bugungi shukrona kuningiz bilan kanalimiz nomidan yana bir bora muborakbod aytamiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Sihat, salomatlik, uzoq umr, tinchlik, xotirjamlik, baxt va omad tilaymiz. Qalbingizda huzur, halovat, yuzingizda tabassum bo'lsin. Allohim sevgan bandalari qatorida bo'ling. Payg'ambar yoshlaridan oshib, Ka'batullohga ziyoratlarga borib, hojotalikdek maqomlarga erishib yuring ukajonim. Rahmat opa. Sizam ukalarimni baxtiga sobini oilalimisiz opajon? Albatta. Ukalarimni baxtiga, xo'jayinimizni baxtiga, hammani baxtiga sobini. Hamishani bunday xursand qilib yuring odamlarni. Tashakkur. Bo'laveringda. Tashakkur sizga ham ukajonim, ezgu tilaklaringiz uchun. Yana siz uchun yaxshi kunlarda dilnomalar o'qib eshittirish nasib aylasin. Muzika qo'ysa bo'ladimi yo muzika qo'ymaymi? Bo'ladi, albatta ukajonim. Albatta videoroliklarimiz sizga yoqadi. Yo, o'shaning uchun tabgnomadagi muzika qo'ysa bo'ladimi yo muzika qo'ymaymi? Bo'ladi ukajonim, albatta bo'ladi. Baqara siz meni muzikasini qo'yapsiz. Xo'p bo'ladi. Qaysi ashulasidan bo'lsin? Baqara hozir Telegramdan kimga tayyor bo'ladi u? Ukajonim, kecha bilan tashlab beramiz, xo'p? Bitta qolmaydimi opa? Inshaalloh qoldirmaymiz. Qaysi muzikasi bo'lsin ukajonim? Bo'ldi opa, xudo quvvat bersin, charchama. Tashakkur sizga ham. Rahmat. Allo. O'g'il farzand bilan siyladi Alloh.
Otangni, onangni orib ol o'g'lim. Qur'onni yod olgan qori bo'l o'g'lim. Salomat ulg'aygin, kamoling ko'ray. Taqvodan nurlangan jamoling ko'ray. Baxtli kunlaringda yoningda turay. Otangni, onangni orib ol o'g'lim. Qur'onni yod olgan qori bo'l o'g'lim. Qori bo'l o'g'lim. Qori bo'l o'g'lim. Otang, onang g'ururi qori bo'l o'g'lim. Qori bo'l o'g'lim. Qori bo'l o'g'lim. Otang, onang g'ururi qori bo'l o'g'lim. Birovning haqqiga tikmagin ko'zing. Yolg'onga to'ldirma so'ylagan so'zing. Dilbandim, sen menga keraksan o'zing. Otangni, onangni orib ol o'g'lim. Qur'onni yod olgan qori bo'l o'g'lim. Sendan umidlarim kattadan katta. Nafsinga bo'ysunib qolma g'aflatda. O'tinchim toj kiydir bizga jannatda. Otangni, onangni